kunda bu giyohvand moddalarni ishlatish nafaqat erkaklarda, lekin ayollarda ham achinarli holatlarda kuzatilmoqda. Shuning uchun buni asoratlari va kelib chiqish holatlari hammasini inobatga olinganda ayol salomatligi uchun juda ham katta ziyon bildiradi. Ayol kishi hayot davomchisi, nasl davomchisi hisoblanadi. Ayol kishi qanchalik jismoniy, ruhiy sog'lom bo'lsa, shu darajada jamiyatimizga sog'lom farzandlarni keltiradi. Har xil mana shu telefon orqali kirib kelayotgan gadjetlardan informatsiyalar juda ko'p. Yoshlarning miyasini, fikrini, xayolini buzadigan informatsiyalar ko'p. Barvaqt o'zini kontrol qilish, yo'qotish, kimyoviy tabletkalarni iste'mol qilish juda ko'p kuzatilyapti. Bu holatlar, moyilliklar qanaqa oilada kuzatiladi? Bu to'liqmas oilalarda ko'proq, nazorati susaygan oilalarda, yolg'iz onalar farzand katta qilayotgan oilalarda yoki ota e'tiborsiz qizimni ichida qayerga ketyapti, qaysi paytda qaytib kelyapti, nazorat susaygan xonadonlarda ko'proq kuzatiladi. Lekin yoshlarning o'rtasida, maktab jarayonida, kollej, institut jarayonida ham kuzatilyapti. Bir-biridan o'rnak olishadi bolalar. Har xil oilalarda tarbiyalab ko'ryapti. Mana shu psixotrop, energetik tabletkalar, har xil energetik napitkalarning oqibatida bir-biriga nisbatan vahshiyona urushish tuyg'ulari paydo bo'lyapti. Eng og'ir holati bu kimyoviy tabletkalar orqali miyasiga huzur berib, orom olib, keyinchalik undan tashlab ketolmayotgan, qiynalayotgan qizlar juda ko'p. Ana shu holatda kelinchak bo'lib, uzatilib, homilador bo'lgan holatda bola ham nosog' bo'ladi. Nosog' shakllanadi, nosog' o'sib boradi, tug'ma nuqsonlar ko'payadi. Tug'ma nuqsonlarning ichida juda ham og'ir holatlar ko'p. Bu farzandlar tug'ruqgacha yetib borsa ham tug'ruqdan keyin yashab ketish ehtimoli juda past foizda. Shuning uchun bu narsalarni jamiyatimiz bilan nafaqat vrachlar, uyda, oilada, maktabda, bog'chada, institutda, kollejda va undan keyin yoshlarni o'zini ham o'rgatish kerak. O'zini ustida ishlab, irodasini kuchli qilib, o'zini sog'lomlashtirish, sog'lom turmush tarziga ham o'rgatish kerak. Hozirgi yoshlarda ayniqsa ko'p kuchli stress yoki o'qish jarayonlarida aqliy nagruzkalar ko'p jarayonda tinchlanolmay, uxlolmay yurgan yoshlarda bir marotaba iste'mol qilib ko'raman deb, mazasini ko'rib tinchlanib uxlab olsam, keyin o'zimga kelib olaman deb o'rganish hosil qilib bo'lgan yoshlarda agar o'z vaqtida narkologiyaga yoki narkodispanserlarga yoki хотя бы vrach akushер-ginekologlargami biz o'zimizni yo'naltirib olamiz. Mahalliy joyiga imенно shu kasallikdan qutulish yordamlarini ko'rsatib, tibbiy muolajalarini shakllashtirib berib, bular davo jarayonini reja asosida qilib berishga yoshlarga yordam beramiz. Chunki kelajakda hammamiz uchun nafaqat insoniyatga, jamiyatimiz uchun faqat sog'lom farzandlar kerak. Ayniqsa qizlarning tarbiyasiga juda katta ahamiyat berishimiz kerak.